Assalomu alaykum. O'zbek oyim minbaridan sadolar loyihasining 53-soni efirda. O'z zamondoshining yutuqlariga loy chaplagan qalb saroyidagi sirlarini berkitolmas. Hayot odamlarning ojizligidan beomon qismat yaratib, sinovlaridan o'tganni siylaydi. Lavozimidan lazzatlanib bema'ni valdiraganni hayot to'lqini qirg'oqqa uloqtiradi. Kishini doim qo'rquvda ushlab kelganlar tili qichiganlarga noz chekishni tavsiya qiladi. Shubha zuvalasini vahima bilan uzib, bir qolipga solgan o'z izmiga ham bo'ysundiradi. Ovsar odam g'urbat kuyasini yuziga chaplab, tirqishdan o'g'rincha mo'ralab gunoh qiladi. Aybsiz aybdor ham gumon darvozasi oldidan mustar turib qolsa, ongini ham zanglatadi. Sirni ochishni istamay labini qimtagan birovlar og'zini poylashni qotiradi. Qaysi gaplarimiz ma'qul keldi? Izohlarda qoldiring.